alaykum xonimlar va janoblar, qadrbaland va qadrli mehmonlar, ustozlar va xalqaro tashkilot vakillari. Barchangizni Paradigma Uz Media nashrining taqdimot marosimiga kelganingizni biz hurmat qilamiz va cheksiz minnatdorlik bildiramiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Hammalaringizni bugungi tadbirga vaqt ajratib, shanba kuni bo'lishiga qaramasdan kelganlaringiz uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Umuman olganda Paradigma Media o'zi 2019-yilda men tomonidan tashkil qilingan, o'sha paytlarda prezident administratsiyasi qo'shida AOKdan, sobiq AOKdan ro'yxatga o'tganmiz, lekin o'sha paytda jismoniy shaxs sifatida ro'yxatga o'tilgan. 2023-yilda yuridik shaxs sifatida qayta ro'yxatdan o'tib, faoliyatimizni kengaytirishga harakat qilganmiz. Paradigma Media'ni bir tom ostida, bir uy ostida qaraydigan bo'lsak, ikkita qanoti bor, ya'ni ikkita yo'nalishi bor. Bittasi bu Paradigma Uz ommaviy axborot vositasi va ikkinchisi Paradigma Production, ya'ni biz xalqaro tashkilotlarga, xalqaro komandalarga professional production xizmati, bu ikkita xizmat bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Ommaviy axborot vositasi Paradigma Uz haqida aytib beradigan bo'lsam, Paradigma platformamizda o'zi bizning asosiy missiyalarimizdan bittasi bu ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy kontent yaratib, aholimizni, yoshlarimizni yaxshilikka, yaxshi tomonga o'zgarishga undash. Chunki paradigma so'zini o'zi asl ma'nosi biz boshida aytib o'tganday, paradigma so'zi bir necha tillarda bir xil yozilishi, o'qilishi muhim bo'lgan men uchun. Ikkinchi tomoni o'zi inson bir paradigma bu qarash, nigoh deb aytilsa ham, lekin u bilan cheklanmaydi, sababi o'sishga undash shu paradigmani o'zgarishiga olib keladi. Biz o'ylaymizki, biz o'zimizni media bilan xalqimizni, yoshlarimizni, jamiyatimizni ozgina bo'lsa ham yaxshilikka, o'sishga, o'zgarishga undamoqchimiz. Oldimizga katta maqsadlar qo'yganmiz. Insoniyatning informatsiyaga talabi pasayib ketdi. Unga endi axborot emas, fikr kerak, unga yoqqan gaplar kerak, uni xursand qiladigan kontent kerak deb bong urilayotgan zamonda Paradigma.uz o'ziga o'zi va'da beryaptiki, bilishimcha, anglashimcha, biz ishonchli axborot manbai bo'lamiz deb. Mana shu jarayonda men faqat va faqat muvaffaqiyat tilayman, sabr, qanoat tilayman. Ну что, дорогие коллеги, вы начали сложный путь и пополнили наш медиарынок, практически наши конкуренты. Но чем больше средств массовой информации в стране, тем лучше, тем больше мнений. И я хочу сказать, что это сложный путь. Очень сложно найти баланс между ожиданиями аудитории и вашими возможностями. Поэтому я желаю, чтобы ваша площадка стала площадкой разных мнений, смелых идей. Я желаю вам благодарной аудитории и хороших рекламодателей. И, конечно, желаю еще раз найти тот самый баланс и найти себя, свою нишу, занять ее, укрепиться в ней и быть успешными и популярными среди аудитории и успешными с точки зрения, конечно же, бизнеса. Paradigma Media jamoasini, bu saytni faoliyatini adashmasam 5-6 bo'lib qoldi tanishganimizga. Bir-biriga masalan ijodiy tomondan hamkorlik qilyapmiz, bir-biriga yordam beryapmiz ancha-muncha. Juda ham yaxshi jamoa shakllangan mening fikrimcha. Mana rus tilida ham, o'zbek tilida ham bir foydali, yaxshi bir tahlil mavzularda materiallar berishga harakat qilishyapti. Va umuman olganda menejment ham juda yaxshi. Ya'ni o'sha ayniqsa men ko'p e'tibor beraman o'sha texnik tomondan uni jihozlanganligi, uni boshqarilishi. Mana xush degan o'zlar bevosita o'sha texnik tomonlama, production bo'yicha tajribasidan kelib chiqib, men fikrimcha yaxshi boshqariladi. Biz o'zimizni mana shu xodimlarimizga ham ko'p ulardan maslahat olishlarini aytib o'taman. Undan o'rganib juda ham yaxshi jamoa va mana shu ovni nafaqat shu axborot berish bilan, undan tashqari boshqa bir joylarga ham shunaqangi media materiallarni tayyorlash bilan, ularning shunaqa xizmatlar bilan shug'ullanganligi mening fikrimcha mana shu jamoani boshqa ovlardan farqli joyi bor. Bu narsa qo'shimcha ravishda bu ovni davomatini bir doimiy bo'lishligiga ta'sir qiladi, yordam qiladi. Xususan O'zbekiston hozirgi kunda
media uchun pul topish, uni moliyalashtirish oson emas, bilamiz. Shuning uchun ham mana shunaqangi o'sha faoliyat ishib olish meni fikrimda ham yaxshi. Bunaqangi media jamoalar rivojlanishi kerak O'zbekistonda, chunki O'zbekistonga kerak. Bizning bozorimiz hali yangi, ko'plab hali xizmatlar, mahsulotlar amalga oshirilmagan, ko'rsatilmagan. O'ylaymanki, mana shunaqangi jamoalarning paydo bo'lishi, ularning rivojlanishidan xalqimiz ham, jamiyatimiz ham va binobarin umuman davlatimiz bundan foyda ko'radi. Paradigma media, ammo ommaviy axborot vositasi haqida gapirdik. Paradigma production haqida qisqacha aytadigan bo'lsak, biz hozirda bir necha davlatlar, masalan, Birlashgan Arab Amirligi yaqinda bo'lgan tadbirda aytishim mumkin, shu 28-noyabrda Birlashgan Arab Amirligi va O'zbekiston hukumatlari o'rtasidagi yig'ilishda Paradigma Production Arab hukumati tomonidan yo'llangan kompaniya hisobida xizmat ko'rsatdi. Endi eng asosiysi o'zi bu tadbirni o'tkazishdan niyatlarimdan bittasi O'zbekistonda jurnalistika sohasida faoliyat olib borayotgan ustozlar, jurnalistlar va fuqarolik jamiyat vakillari, huquqshunoslarni xizmatlarini e'tirof etish niyatimiz bor. Biz hozir shunaqa vaqtda yashayapmizki, so'z erkinligi ko'proq bir challenge'larga, ya'ni qiyinchiliklarga ega. Shu holatlarda bir-birimiz bilan networking qilishimiz, bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz, maslahat qilishimiz men o'ylaymanki o'rinli. Shuning uchun paradigma e'tirofi degan tadbir qilmoqchimiz. Tadbirni davom ettirish uchun hamkasbimga so'z beraman. Kutib oling, Paradigmada e'tirof. Ushbu taqdimotimiz O'zbek media makonidagi jonkuyar jurnalistlarga bag'ishlanadi. Lola Islamova media menejment va jurnalistikani rivojlantirish sohasida faoliyat yuritib kelayotgan mutaxassis bo'lib, zamonaviy jurnalistikani rivojlantirish markazi doirasida jurnalistlar va media menejerlar bilan ishlaydi. U jurnalistikani faqat ijodiy kasb emas, balki barqaror tizim va biznes sifatida ko'rish zarurligini ilgari suradi. Uning asosiy e'tibori media savodxonlikni oshirish, jurnalistlar, blogerlar va matbuot kotiblarini yangi professional bosqichga olib chiqishga qaratilgan. Uni boshqalardan ajratib turadigan jihat xalqaro jurnalistika tajribalarini muntazam o'rganib, yangi usullarni mahalliy muhitga mos holda amaliyotga joriy etishdir. U treninglar va ta'limiy loyihalar orqali bilimni keng tarqatib keladi. Lola Islamova jurnalist qanday bo'lishi kerakligini va tahririyatlar o'zini qanday pozitsiya qilishi lozimligi haqida muntazam fikr yuritadi. U media tashkilotlarining moliyaviy barqarorligi va institutsional o'sishini muhim deb biladi. Uning faoliyati natijasida jurnalistlar va media menejerlarning kasbiy salohiyati o'sib, mamlakatda jurnalistika rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu mehnat jamiyatda ochiqlik, fikrlar xilma-xilligi va inson erkinligining mustahkamlanishiga xizmat qiladi hamda yangi avlod jurnalistlari uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shokir Sharipov O'zbekistonda jamoatchilik muhokamalari va ijtimoiy mavzularga ta'sir ko'rsatayotgan jurnalist va kolumnist. U murakkab iqtisodiy va ijtimoiy tushunchalarni qisqa, tushunarli va konseptual formatda yetkazib berishi bilan ajralib turadi. Uning mulk, milliy g'oya, korrupsioner nima, zamonaviy feodalizm va o'rta sinf kabi animatsion videolari keng jamoatchilik e'tiborini qozongan. Uning faoliyatida alohida o'rin tutgan yo'nalish qishloq joylarda yashovchi aholining salohiyati va qishloq xo'jaligi bilan bog'liq masalalardir. Shokir Sharipov qishloq hayotini muammo emas, balki imkoniyat sifatida ko'radi va yashash sharoitini yaxshilash, mehnat migratsiyasini kamaytirish hamda insonning o'z vatanida o'z o'rnini topishiga qaratilgan fikr va yechimlarni ilgari suradi. Shokir Sharipovning materiallarida jamiyat uchun kuyib yashash, fuqarolar holatini yaxshilashga intilish va tizimli yechim izlash yaqqol namoyon bo'ladi. Ayrim ko'tarilgan mavzular davlat darajasida ham e'tibor qozonib, amaliy harakatlarga sabab bo'lgan. U o'z ishini jamiyat rivoji va ijtimoiy adolatni mustahkamlashga qaratilgan missiya deb biladi. Uning faoliyati minglab fermerlar,
va qishloq aholisi hayotiga amaliy ta'sir ko'rsatib, uzoq muddatda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka xizmat qilishi kutilmoqda. Irina Matviyenko O'zbekistonda gender tengligi va inson huquqlari sohasida tizimli ish olib borayotgan mutaxassis hamda Nemalchi.uz loyihasining asoschisi. Loyiha 2016-yilda ijtimoiy tarmoqda boshlangan bo'lsa-da, ko'tarilayotgan masalalarning dolzarbligi sabab mamlakat miqyosida muhim platformaga aylandi. U ayollarga nisbatan uydagi zo'ravonlik, tazyiq va undan himoya, gender tenglik va inson huquqlarini ayollar nuqtai nazaridan yoritish hamda advokatsiya qilish bilan shug'ullanadi. Irina Matviyenko ushbu mavzularni O'zbekistonda tizimli ravishda keng muhokamaga olib chiqqan ilk faollardan biri hisoblanadi. Uning asosiy tamoyili har qanday vaziyatda adolatli va ochiq pozitsiyani saqlash. Faoliyati davomida u bosim va tahdidlarga duch kelgan, hatto o'lim tahdidi mazmunida xabarlar olgan. Shunga qaramasdan u o'z ishini to'xtatmadi va gender tenglik sohasida xalqaro ta'lim olib, London School of Economicsda magistr darajasini qo'lga kiritdi. Irina Matviyenko o'z jamoasi va gender tengligi bo'yicha hamkasb ekspertlar bilan birgalikda tizimli ish olib bormoqda. Bu sa'y-harakatlar natijasida jamiyatda ham, davlat siyosati darajasida ham ushbu masalalarga jiddiy e'tibor kuchaymoqda va o'zgarishlar qilishga aniq iroda namoyon bo'lmoqda. Uning faoliyati ijtimoiy ong o'sishiga va barqaror ijobiy o'zgarishlarga xizmat qilmoqda. Я бы хотела поднять очень важный вопрос давления на независимых журналисток и активисток, который начался сегодня утром в Узбекистане. Я думаю, что те, кто следят за Анхорус, вот Лола Исламова была для меня, те, кто следят за аккаунтами независимых активистов в курсе, сегодня с утра в Инстаграме был заблокирован аккаунт независимого медиа Хук Репорт, был заблокирован аккаунт экоактивистки Уригули, был заблокирован аккаунт независимого медиа, женского медиа Сарпа Медиа. Мы, наша редакция Немалчи.uz, пока приняла временное решение, мы закрыли свой аккаунт в Инстаграм, потому что мы тоже опасаемся, это уже выглядит как организованная травля, и я думаю, что важно поднимать этот вопрос, потому что это борьба с нами, это борьба с независимыми медиа, это борьба с независимым гражданским обществом. Спасибо. Abdurahmon Tashanov O'zbekistonda qariyb 25 yildan beri inson huquqlari himoyasi va jurnalistika sohasida faoliyat olib borayotgan taniqli shaxs. U faoliyatini jurnalist sifatida boshlagan, ammo vaqt o'tishi bilan inson huquqlari himoya sohasiga chuqurroq kirib borib, bu yo'nalishda eng faol va ko'zga ko'ringan vakillardan biriga aylandi. U ayniqsa inson huquqlari bo'yicha ezgulik jamiyatidagi faoliyati bilan tanilgan. Abdurahmon Tashanov inson huquqlari buzilishi, qiynoqlar, sud adolati, qonun ustuvorligi va so'z erkinligi kabi muhim mavzularni tizimli ravishda ko'tarib keladi. U jurnalistik tajribasini huquqiy va jamoatchilik faoliyati bilan uyg'unlashtirgan holda ochiq pozitsiya bildirib kelmoqda. Uning qisqa va mazmunli chiqishlari keng jamoatchilikka yetib boradi. Abdurahmon Tashanov bu yo'lni shaxsiy missiya sifatida ko'radi. Jamiyatda befarq bo'lmaslik, o'zgarish qilish va ko'p yillik tajriba uni olg'a harakat qilishdan to'xtatmaydi. U ko'tarayotgan masalalar, qiynoqlar, noinsoniy munosabatlar, so'z erkinligi va qonun ustuvorligi har qanday jamiyat uchun hayotiy ahamiyatga ega. Uning faoliyati yangi avlod jurnalistlari va huquq faollariga ilhom berib, ijobiy tizimli o'zgarishlarga turtki bo'lib kelmoqda. E'tirof uchun, hurmat uchun, ehtirom uchun katta rahmat. Men paradigma Usayd kelajakda dunyoni Euronews, CNN ga o'xshagan katta bir tarmoqlari bo'lishiga tilakdoshman. Loyiq bu yo'lda charchamang. Rahmat. Zarifboy Ibodullayev tibbiyot sohasida shakllangan bo'lsa-da, jamoatchilik pozitsiyasi va fuqarolik mas'uliyati bilan tanilgan shaxs. U tibbiyot fanlari doktori, professor, tajribali nevrolog va neyropsixolog sifatida tanilgan. Biroq uning jamiyatda alohida e'tirofga sazovor bo'lishiga sabab mamlakatda kechayotgan ijtimoiy jarayonlarga nisbatan befarq bo'lmagan pozitsiyasidir. U doimiy ravishda kelgusi avlod taqdiri, milliy qadriyatlar, til maqomi, yoshlar tarbiyasi va davlat
jamiyat kelajagi haqida fikrlar bildirib keladi. Uni boshqalardan ajratib turadigan jihat o'z sohasidan tashqarida ham jamiyat manfaati uchun ochiq chiqish qilishdan cho'chimasligidir. U o'zbek intelligensiyasining yorqin vakili sifatida qabul qilinadi. Zarifboy Ibadullayev fermer yerlari taqdiri, suv resurslari, mehnat migratsiyasi va o'zbek tili nufuzi kabi muhim masalalarni ko'tarib keladi. Uning chiqishlari ko'plab fuqarolarni o'ylashga va jamiyat kelajagiga mas'uliyat bilan qarashga undaydi. Turli tanqid va bosimlarga qaramasdan u o'z pozitsiyasidan qaytmaydi va bu yo'lni shaxsiy manfaat emas, balki kelajak avlod oldidagi burchi sifatida qabul qiladi. Zarifboy Ibadullayevning jamiyat uchun ahamiyati shundaki, u fuqarolik pozitsiyasi faqat jurnalistlar yoki huquq himoyachilarga xos emasligini, balki har bir jamiyatsevar insonning burchi ekanligini eslatib turadi. Uning uzoq muddatli ta'siri yoshlarga ibrat bo'lib, o'z sohasida muvaffaqiyatga erishgan inson mamlakat va jamiyat taqdiriga befarq bo'lmasligi kerakligini namoyon etadi. Albatta, men xursandman. Jurnalistlar bor ekan, jamiyat tirik. Sizlar tufayli bizani xalq taniyapti. Shu yerda o'tirganlar nimadir bo'lib qolsa bizani himoya qiladi deb chiqyapmiz-da endi. Anora Sodiqova O'zbekiston jurnalistikasida ochiq pozitsiyasi, keskin chiqishlari va murakkab mavzulardan qochmasligi bilan tanilgan jurnalistlar qatoriga kiradi. U uzoq yillar davomida jamiyatda dolzarb bo'lgan masalalarni yoritib kelmoqda va o'z uslubi, qarashi hamda prinsipial yondashuvi bilan shakllangan shaxsiy usuliga ega. Uning materiallarida muammoni aylanib o'tish emas, balki uni ochiq qo'yish va muhokamaga chiqarishga intilish ustuvor. Anora Sodiqova doimiy ravishda jamiyatdagi tengsizlik, korrupsiya alomatlari, nepotizm, ijtimoiy o'sishga to'siq bo'layotgan tizimli kamchiliklar kabi mavzularni ko'tarib keladi. U mavzu tanlamaydi. Agar masala jamiyat manfaatiga daxldor bo'lsa, uni yoritishni o'z kasbiy burchi deb biladi. Bu jihatdan uning jurnalistik faoliyatini faqat axborot tarqatish emas, balki jamoatchilik muhokamasini shakllantirish vositasiga aylantiradi. Uni boshqalardan ajratib turadigan muhim xususiyat bu jasorat va prinsipiallikdir. Nozik tabiatiga qaramasdan u tahdidlar yoki bosimlar oldida ortga chekinmasligi, kasbiy va shaxsiy tamoyillarga sodiq qolishi bilan ajralib turadi. Ayrim holatlarda uning chiqishlari turlicha qabul qilingan, hatto tanqidlar ham bo'lgan. Biroq bu holatlar uning jurnalistikaga qo'shayotgan hissasi va fuqarolik pozitsiyasiga soya solmaydi. Aksincha, uning ish uslubidagi ochiqlik va mas'uliyatni yanada yaqqol namoyon etadi. Uning faoliyatida alohida o'rin tutgan voqealardan biri o'tgan yili boshida bloger tomonidan butun jurnalistlar jamoasiga nisbatan haqoratomuz postga berilgan munosabatidir. Anora Sodiqova bu holatni faqat shaxsiy masala sifatida emas, balki butun soha vakillariga nisbatan hurmat masalasi sifatida qabul qildi. U ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirish bilan cheklanib qolmasdan, masalani huquqiy yo'l bilan hal etish maqsadida sudga murojaat qildi. 1 yilga yaqin davom etgan sud jarayonlarida bir necha bor da'volari qanoatlantirilmaganiga, ruhiy va iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramasdan, u o'z pozitsiyasidan qaytmadi va ishni oxirigacha yetkazdi. Bu jarayonda adolatni ta'minlashga xizmat qilgan davlat organlari faoliyatini ham e'tirof etish muhim. Ushbu harakat natijasida jurnalistika sohasida faoliyat yuritayotgan ko'plab insonlar uchun muhim xulosa shakllandi. Haq va qadr faqat ijtimoiy tarmoqlarda emas, huquqiy maydonda ham himoya qilinishi mumkin. Anora Sodiqova amalda kurashish, murojaat qilish va qonuniy yo'llardan foydalanish orqali natijaga erishish mumkinligini namoyon qildi. Faoliyati davomida u turli qiyinchiliklar va bosimlarga duch kelgan. Ko'p hollarda u yoritgan mavzular salbiy qabul qilingan bo'lsa-da, aynan shu muammolarni ochiqlash jamiyatdagi yechimlarga yo'l ochadi. Uning ishini davom ettirishi jurnalistik etika, shaxsiy iroda va professional yo'ldan qaytmaslik bilan izohlanadi. U oson yo'lni emas, to'g'ri yo'lni tanlaydi. Anora Sodiqovaning jamiyat uchun ahamiyati shundaki, u jurnalistikaning himoyasiz emasligini amalda ko'rsatdi. Jurnalistlar media oramizda har doim raqobatdan bo'lgani yaxshi, qo'llovdan bo'lgani yaxshi. Raqobatdan bir-birimizni qo'llovdan doim bo'lsin. Biz qanchalik kuchli bo'lsak, biz hammamiz bilamiz, hukumatni shunchalik adolatliroq qila olamiz. Va yana hamkasblarimga va mediaga tilagim shuki,
daryoni har doim daryoni narigi tarafida bo'laylik. Narigi taraf deganim bu mustaqil media tarafda. Ya'ni adolat so'raydigan, hisobdorlik so'raydigan, ya'ni watchdoglar tarafida, mustaqil media tarafda qolishimizni hammamizdan so'rab va tilab qolaman. Karim Bahriyev o'zbek jurnalistikasida prinsipial pozitsiyasi va jasoratli qalami bilan tanilgan ustoz jurnalist. U faoliyatini an'anaviy bosma matbuot davrida boshlagan va qisqa vaqt ichida o'tkir uslubi, tanqidiy qarashlari bilan e'tibor qozongan. Qariyb 40 yillik ijodiy yo'li davomida u jurnalist, shoir, yozuvchi va tarjimon sifatida faoliyat yuritib, so'z erkinligi va inson huquqlari mavzularini doimiy ravishda ko'tarib keldi. Uning maqolalari va chiqishlari ko'pincha jamiyatdagi dolzarb muammolarni ochiq muhokama qilishga chorlashi, o'quvchini o'ylashga va munosabat bildirishga undashi bilan ajralib turadi. Karim Bahriyevning eng muhim jihati u turli bosim va qiyinchiliklarga qaramasdan o'z prinsiplaridan chekinmaganidir. U tahririyatlarda ham, jamoat minbarlarida ham jamiyatdagi dolzarb masalalarga xolis va ochiq munosabat bildirib keldi. Hurriyat gazetasiga rahbarlik qilgan davrda esa ochiq tanqidiy jurnalistika rivojiga hissa qo'shdi. Bu esa mamlakatda mustaqil fikr va bahs madaniyati shakllanishiga turtki berdi. Albatta, bunday yo'l oson kechmagan. Uning keskin faoliyatlari, uning keskin fikrlari ayrim amaldorlar va rasmiy doiralarga noqulay tuyulgan holatlar ham bo'lgan. Biroq bu holatlar uning ijodiy kuchini susaytirmagan, aksincha mas'uliyatini yanada oshirgan. Karim Bahriyevning ijodi ko'plab yosh jurnalistlar uchun namuna bo'lib xizmat qilmoqda, chunki u kasbda halollik va vijdonni birinchi o'ringa qo'yishi mumkinligini amalda ko'rsatib berdi. Karim Bahriyev faqat axborot yetkazgan emas, balki fikr uyg'otgan, bahsga chorlagan va jamiyatda mas'uliyat tuyg'usini shakllantirgan shaxs sifatida qadrlanadi. Karim Bahriyevning merosi bu faqat matnlar emas, balki erkin fikrlash va xolis munosabat madaniyatidir. Shu bois uning nomi o'zbek jurnalistikasida shaxsiy jasorat, prinsipiallik va intellektual mustaqillik timsoli sifatida tilga olinadi. Navbahor Imomova xalqaro standartlar va zamonaviy jurnalistik tamoyillarni ilgari surib kelayotgan o'zbek jurnalistlaridan biri. U jurnalistikani shunchaki kasb emas, balki hayot tarzi deb biladi va bu qarash uning butun faoliyatida namoyon bo'ladi. Bir necha yillar davomida u axborot tayyorlash bilan birga yosh jurnalistlar uchun seminar va treninglar o'tkazib, kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishga hissa qo'shib kelmoqda. Navbahor Imomovaning o'ziga xos jihati uning ko'p qirraliligidir. U matn, video reportaj, intervyu va jonli efir formatlarida erkin ishlaydi. O'zbek va ingliz tillarida material tayyorlay oladi. Kontent yaratishda u xalqaro jurnalistik tamoyillarga tayanadi. Fakt va sifatni birinchi o'ringa qo'yadi. Uning shogirdlari turli media maydonlarida muvaffaqiyat qozonayotgani esa ustoz sifatidagi mehnatining aniq natijasidir. Qiyinchiliklarga qaramasdan u doim ochiq muloqotga tayyor, tajribasi bilan bo'lishishga intilgan va kasbiga sodiq jurnalist sifatida tanilgan. Navbahor Imomovaning faoliyati o'zbek jurnalistikasi rivojiga barqaror hissa qo'shib, yangi avlod mutaxassislari uchun mustahkam asos yaratib kelmoqda. Avvalambor Paradigma.uz tahririyatini tabriklayman. Bugungi tadbir bilan oson emas bu sohada va eng meni xursand qilgan jihati shundaki, bizda hozir axborot to'fonlarining ichida yashayapmiz. Jurnalistlarning ishi hatto ko'rinmay ketayotgan darajada shunaqa sharoitda ishlayapmiz. Ya'ni o'zini so'zini aytish juda ham oson emas pallada yashayapmiz. Shu nuqtai nazardan va aytmoqchi bo'lgan gapim shundaki, qisqagina aynan bizni nimamizda milliy axborot makonimizda paradigma, ya'ni ramziy ma'noda axborot ko'p, fikr kam, pozitsiya kam. Istaymanki paradigmada haqiqiy o'sha paradigmani nomiga mos axborotlar chiqishini tilab qolaman va ikkinchi qanotimiz deb aytganlari bu o'sha production. Bu juda ham jiddiy narsa deb o'ylayman, chunki tahririyatni oyog'ida mustahkam turish uchun baribir iqtisodiy tarafi ham kerak. Ya'ni bu yerda haqiqiy sof ma'noda, professional ma'noda jurnalistika davom etadi va iqtisodni ham o'ylab qo'yishgan yaxshi biznes loyiha sifatida men ko'ryapman. Ishlaringizga omad tilayman. Katta rahmat. Aziz do'stlar, ustozlar, hamkasblar, men chin qalbimdan bir narsaga ishonamanki, shu xonada o'tirgan har bir inson
o'zi e'tirofga loyiq.